Sizlarga qizil tabletka beraman, ya'ni haqiqat tabletkasi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, men ismim Ozodbek. Bu videoni qilishni anchadan beri o'ylab yurgandik va bugun shu videoni qildik. Sababi hozirgi kunda ko'pchilik odamlar turli xil miflarga, afsonalarga, noto'g'ri ma'lumotlarga ishonib qolishmoqda. Shulardan kelib chiqib biz bitta mavzu tanladik. Mavzu paranormal holatlar haqida bo'ladi. Video davomida men sizlarga qizil tabletka beraman, ya'ni haqiqat tabletkasi. Shunday ekan, videoni oxirigacha kuzating, biz boshlaylik. Ruhlar, ko'rinmaydigan kuchlar va g'ayritabiiy voqealar insoniyat tarixida uzoq yillardan buyon qiziqish va qo'rquv manbai hisoblanib keladi. Filmlarda dramatik effekt uchun qo'llaniladigan bunday hodisalar real hayotda psixologik xatoliklar, optik illyuziyalar va atrof muhitning tabiiy jarayonlari natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jarayonlardir. Filmlarda, masalan, The Conjuring va Paranormal Activity kabi kinolarda paranormal hodisalarga sirli va dramatik ko'rinish berib, tomoshabinlarni qo'rquvga solish uchun mo'ljallangan. Ushbu kinolarda ruhlar, sirli hodisalar va tushunarsiz voqealar tasvirlanadi. The Conjuring kinosini olaylik. Unda real hayotdagi tergovchilar Edward Lorenning ishonchli tergovlari asosida yoritilgan. Ammo filmda voqealar ko'proq san'at va dramatik effekt uchun bo'rttirib ko'rsatilgan. Tokioda Paranormal Activity, uy sharoitidagi g'ayritabiiy voqealar oddiy oilaning kundalik hayotiga qo'rquv aralashganligini misol keltiradi. Bu tasvirlar kino san'atining bir qismi bo'lib, tomoshabinlarni xayolot va qo'rquvga solish uchun mo'ljallangan dramatik elementlardir. Real hayotni oladigan bo'lsak, tarix davomida ba'zi joylarda tarixiy inshootlar va eski binolar atrofida ruhlar ko'ringani va shunga o'xshash hodisalar qayd etilgan. Masalan, ba'zi eski binolar atrofida soyalar, ruhlar va shunga o'xshash noodatiy voqealar qayd etilgan. Biroq ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilinganda, shu yerda men sizlarga qizil tabletkani beraman. Ya'ni haqiqat tabletkasini. Inson miyasi oddiy vaziyatda atrofdagi ma'lumotlarni to'g'ri qayta ishlashi kutilsa-da, qo'rquv holatida yuqori darajadagi stress va aralash his-tuyg'ular sezgi tizimini o'zgartirishi mumkin. Natijada miya noaniq va ikki ma'noli signal va ma'lumotlarni to'ldirishga harakat qiladi. Bu esa ko'plab illyuziyalarni yoki noto'g'ri tushunishlarni yuzaga keltiradi. Effektiv realizm. Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, insonning hissiy holati, ayniqsa qo'rquv, uning sezgi va real voqealarni qayta ishlash jarayoniga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayonda neyronlar tezkor va avtomatik tarzda hissiy rang berishadi. Ya'ni neytral yoki noaniq ma'lumotlar qo'rquv hissi bilan uyg'otilganda, ular salbiy va tahdidli ko'rinishda talqin qilinishi mumkin. Tabiiy ilmiy izlanishlar. Ko'plab fizik va biologik tadqiqotlar, masalan, elektromagnit maydonlar va infratovushlar insonning sezgirligiga ta'sirini o'rganishda paranormal hodisalarning ko'pchiligi atrof muhitning tabiiy jarayonlari natijasida yuzaga kelganini ko'rsatadi. Bunday tadqiqotlar inson miyasining ko'plab signal va ma'lumotlarning noto'g'ri talqin qilinishi sababini ochib beradi. Tadqiqotlar shuni ham ko'rsatadiki, yuqori stress paytida prefrontal korteksning nazorati zaiflashadi. Bu esa insonning atrofdagi voqealarni noto'g'ri baholashiga olib keladi. Bunday jarayonlar illyuziyalar va noto'g'ri talqinlarga sabab bo'lishi mumkin. Kino va ommaviy axborot vositalari uchun bunday mavzular dramatik jihatdan jozibador bo'lishi mumkin. Ammo ilmiy dalillar paranormal voqealarni ko'proq fantaziya va noto'g'ri talqinlar natijasi sifatida ko'rsatadi. Xulosa shundaki, paranormal hodisalar kinolar va afsonalarda katta o'rin egallasa-da, ilmiyotda bu shunchaki insonning psixologik xatoliklari yoki atrof muhitning tabiiy jarayonlari deb izohlanadi. Video tagida olingan ma'lumotlar uchun link qoldirib ketaman. Albatta tekshirib ko'ring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.